Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning Instagramda kuzatuvchilarimiz. Mana qovoqni piyoz to'g'raydigan apparatimizda to'g'rashini ko'rsatamiz. Qattiq qovoq qattiq bo'lgani uchun endi piyoz to'g'raydigan apparatimizda buni to'g'rab ko'rsatmoqchiman. Qovoqni ham to'g'raydimi degan savollar tushgandi. Mana pichog'iga ilishi uchun bo'ldim. Aslida shart emas. Qanday qattiqlikda bo'lsa ham to'g'rayveradi. Mana yoqdim. Ketdi. To'xtatamiz. Chunki mana qovoqni maydaligini ko'rsatyapman. Yaqinlashtir. Mana qaranglar. Hali 30 sekund bo'lmadi. Kimgadir mana bunday irilikda kerak, kimgadir mana bunday, kimga mana bunday. Yana mana hali 30 sekund ham bo'lmadi. Mana. Yana bosib yuboraman, juda maydalab tashlaydi. Yaqinlashtir, yaqinlashtir. Yana to'xtatamiz. Mana yana maydaligini ko'rsataman. Qaranglar. Yana to'g'rash kerak bo'lsa, yana qo'yamiz. Chunki hali 1 minutga ham borgani yo'q. Ketdi. Yana maydalab tashlaymiz. Endi to'xtatdim. Какой-то bir 2 minutga bordi. Maydaligini ko'ringlar endi. Qanday? Ha, bu yerda yaqinlash. Mana bir tekis maydalikda. Kimga kerak bo'lsa, mana shu uskunamizdan bemalol O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Qovoqni ham sizlar uchun qilib ko'rdik. Bemalol kimga qanday sabzavotni to'g'rash kerak bo'lsa, to'g'rab ko'rsatib berib yuboramiz.